Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari, bizni kuzatib borayotgan aziz do'stlar, barchalarga alangali salom. Azizlar, bizni kuzatishda davom etasizlar. Shunchalik qo'llab-quvvatlab turganlaring uchun barchalaringga kattakon rahmat. Azizlarim, shu yerda qilib borayotgan ishlarimizdan azizlar, mana shu 6 ga 5 ikkita komnatamiz bor. Eniga bunaqasiga 5 metr, bunaqasiga 6. Bu komnatamizdan xuddi shunaqa ishlarini urishni boshladik. Bishkeydamiz hozir, Bishkeyda. Havo ertalabki 15 takamiz 8. Havo shunaqangi esiyapti. 43-42 gradus, bugun 43 abishat qilgan deydi. Biz kunlarda azizlarim, o'zlaringiz ehtiyot qilasizlar. Issiq ham zo'r bo'lyapti вообще. Mana ko'rib turgan bu eski uy yaqinda buzilar ekan. Uyda egasini aytish bo'yicha buzib tashlab, bu tomondagi bu uyni ham buzib tashlar ekan. O'zlari yashayotgan uy, ya'ni unga yangi qurilar shekilli, vaqtinchalikka mana ikki xonani qurdiryapti hozir.